Demak, bizda mavzumiz davomida biz siz bilan ketma-ket berilgan ionlanish energiyalarining qiymatiga qarab, element haqida xulosalar qilishni o'rganamiz. Xo'p, demak, ketma-ket ionlanish energiyalari elementda har doim oshib boradi. Ya'ni birinchi elektronga nisbatan ikkinchi elektronni chiqarib yuborish uchun ko'proq energiya sarf qilamiz. Chunki bitta elektron chiqib ketganda kation hosil bo'ladi. Kationning radiusi atomni o'ziga nisbatan kichkinaroq bo'ladi. Natijada elektronlar bilan yadroni tortishuvi kuchli bo'ladi va keyingi elektronni chiqarib yuborish ko'proq energiya talab qiladi. Demak, mana bu yerda sabab aytdim. Because once after electron removed, demak tashqi elektron chiqib ketganda atom becomes positive ion. Atom pozitiv musbat ionga aylanadi. Making further electron removal more difficult. Bu narsa keyingi elektronlarni chiqarishni qiyinlashtiradi, deyapti. Demak, qanchalik ko'p elektronlar chiqib ketgani sari shielding decrease deyapti. Shielding effekti kamayib ketadi. Chunki elektronlar chiqib boravergan sari qobiqlarning soni kamayishga olib keladi. Proton to electron ratio increases. Protonlarning elektronlarga nisbati ratio degani nisbat degani. Proton elektronga nisbati oshib boradi. Ya'ni protonlar ko'payib ketaveradi, elektron kamayib ketaveradi. Ya'ni proton ko'paymaydi. Elektron kamayganning hisobiga bu nisbat ko'payadi. Tak, attraction between nucleus and remaining electrons increase. Demak, yadro bilan elektronlarning o'rtasidagi tortishuv kuchayib ketaveradi, chunki kationlarning zaryadi oshib borgan sari masofa qisqarib boraveradi. Xo'p, bu oshib borish konstanta emas, bu elektron konfiguratsiyaga bog'liq, deyapti. Masalan, kalsiy uchun ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, mana kalsiyni ionlanish energiyalarining qiymatlari berilgan. Birinchi ionlanish energiyasining qiymati 590, ikkinchisi 1150, mana ikkinchisi ko'proq. Uchinchisi mana keskin oshib ketib qolgan, 4900. To'rtinchisida yana oshish bor, 6400. Demak, mana 4-chi ionlanish energiyasigacha bizda berilgan. Ko'ryapmizki, ionlanish energiyasining qiymati oshib boryapti. Xo'p. Mana bu yerda grafikda to'liq 20 ta elektronning hammasini ionlanish energiyalarining qiymatlari berib qo'yilgan. Demak, e'tibor beramiz. Bu trendlarda qanday o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Demak, mana birinchi 4s2 bo'lib turgan elektronni chiqarib yuborish uchun energiya sarf qildik. Keyingisiga biroz ko'proq energiya sarf bo'ladi, chunki kation hosil bo'ldi. O'sha mana bu yerda jump bor, ya'ni sakrash bor. Keskin ko'p energiya talab qilinyapti 3-chi ionlanish energiyasi uchun. Mana qiymatiga ham qarasak, 2-chi ionlanish energiyasi 1100 edi. 3-chi ionlanish energiyasi 4900, 4 barobardan ham ko'proq oshib ketib qoldi. Nega bunaqa keskin oshish sodir bo'ldi? Chunki bizada 3-chi elektron 3-chi qavatdan chiqib ketishni boshlaydi mana. Eng oxirgi elektron 4s2 dan chiqib 4s1 bo'lib qolgan edi. Keyin 4s1 chiqib ketib 3p6 bo'lib qoldi. Ikkinchisi ham chiqib ketgan edi. Uchinchisi chiqib ketishi uchun ichkari qavatdan chiqib ketishi kerak. Ya'ni shielding bittaga kamayib qoldi. Yadrodagi protonlarni elektron bilan tortishuvi kuchayib ketib qoldi. Shuni hisobiga shielding kamayganining hisobiga sakrash bo'ladi, jump bo'ladi ionlanish energiyasining qiymatida. Keyin bu yog'i bir tekis oshib ketaveradi. 4-chi ionlanish energiyasi, 5-chisi, 6-chisi, 7-chisi, 8-chisi. Keyin mana shu yerda yengilgina mini jump bo'ladi mana. Mini jump deb yozib qo'yibdi. Chunki bu yerda qobiq o'zgardi mana. 3p6dagi 6 ta elektron chiqib ketdi. Keyingi elektronlar 3s dan chiqishni boshlaydi. Natijada bitta subshellni, ya'ni pog'onachani shieldingi yo'qoldi. Shuni hisobiga kichkinagina bu sezilar-sezilmas jump bo'ladi bu yerda. 3s2, 3s1dagi elektronlar ham ketdi. Ya'ni keyin big jump bo'ladi bu yoqda, katta jump bo'ladi. Mana bu yerda bo'lgani kabi 4-chi qavatdan 3-chi qavatga o'tganimizda keskin oshib ketib qoldi. Bu yerda ham keskin oshish kuzatiladi. Yana bu yog'i bir tekis oshib boradi 2p da. Mini jump bo'ladi 2s bilan 2p ni orasida. Bu o'zi ichki qavatlarda deyarli sezilmay ketadi. Lekin 2s bilan 1s ni o'rtasida, demak, pog'ona o'zgaryapti. Bu yerda yana big jump bo'ladi. Demak, umumiy trendni yaxshilab eslab qoling, chunki sizga mana shunga o'xshashroq
grafikda beriladigan bo'lsa, siz uni o'qiy olishingiz kerak bo'ladi. Demak, big jump qachon bo'ladi? Pog'onani soni o'zgarganda. Ya'ni tashqi qavatdagi elektronlar to'liq chiqib ketib bo'lib, keyingi elektron ichki qavatda mana 3-shelldan ketishiga to'g'ri kelib qolganda big jump bo'ladi. Ko'p energiya talab qilinadi. 3-shelldagi elektronlarning hammasi chiqib ketib, o'sha 2-shellga o'tganimizda yana big jump bo'ladi. Katta sakrash. 2-shelldagi hamma elektron chiqib ketib, 1-shellga o'tayotganimizda yana big jump bo'ladi. Demak, pog'onalarni soni o'zgarganda katta sakrash kuzatiladi ionlanish energiyasining qiymatida. Va pog'onachalarning soni o'zgarganda kichkina mini jumplar kuzatiladi. Buni ham lekin bilishingiz va ba'zi sizda mana shu chizib beradi, masalan, kislorod uchun yoki oltin gugurt uchun, fosfor uchun ionlanish energiyasini grafikini chizib ber degan payti subshelldagi mini jumpni ham ko'rsatib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, bu yerda shu narsani tushuntirib ketilgan. Birinchi ionlanish energiyasi demak spin pair repulsionga bog'liq 4s orbitaldagi kelyapti. Xo'p. Demak, birinchi ionlanish energiyasining qiymati kichkina, chunki u yerda 4sdagi spin pair repulsion bor deyapti. Ikkita elektron bir-biri bilan atarishib turgani uchun mana bu elektron oson chiqib ketadi. Xo'p, ikkinchi ionlanish energiyasida qiyinroq chiqib ketadi, chunki spin pair repulsion endi mavjud emas, chunki bittagina elektron qoldi bu yerda. Bitta elektron chiqib ketib bo'ldi, 4s1da bitta dona elektron qoldi. Xo'p, uchinchi ionlanish energiyasida increase sharply electron removed. Demak, chunki keskin oshib ketadi deyapti. Xo'p, chunki 3p bizada pog'onacha yadroga yaqinroq joylashgan. Chunki bu 3-pog'ona. Oldin biz 4s dan elektron chiqarayotgan edik. Bu 4-pog'ona edi. 3-pog'ona tabiiyki yadroga yaqinroq joylashgan bo'ladi. Xo'p, 4-elektronni chiqib ketishida more difficult, chunki spin pair repulsion bizada kamayib boradi deyapti. Ya'ni yadroning zaryadi o'zgarmayapti, lekin elektronlarning kamaygani hisobiga yadro bilan tortishuv kuchayadi va tabiiyki unga ko'proq energiya talab qilinadi. Xo'p, ketma-ket ionlanish energiyalar albatta har doim degani oshib boradi degani. Chunki electron are being removed, increasingly positive ion elektron chiqib ketishi bilan bizda musbat zaryad oshib boraveradi. Large jump, ya'ni katta sakrash kuzatiladi. Shellni change in the shell. Change degani o'zgarish, shell pog'onani o'zgarishini ko'rsatadi. Smaller jump, ya'ni mini jump reflects change the subshell deyapti. Demak, subshellni o'zgarayotganligini ko'rsatadi. Xo'p. Demak, siz ketma-ket berilgan ionlanish energiyalarining qiymatiga qarab turib, nimalarni bilishingiz kerak? Demak, predict, ya'ni taxmin qilish yoki tasdiqlash elektron konfiguratsiyani. Xo'p. Demak, identify number of outer shell electrons. Tashqi qavatdagi elektronlar sonini bila olishingiz kerak. Xo'p. Guruh nomerini ko'rsata olishingiz kerak. Significant jump, ya'ni significant degani kuchli namoyon bo'layotgan, ya'ni big jumpga qarab turib, elementning guruh nomerini aniqlay olishingiz kerak. Xo'p. Demak, bu ionlanish energiyasini ketma-ket jadvallarini bemalol natriy, magniy, alyuminiy kabi elementlarga qo'llay olishingiz kerak. Demak, masalan, jadvalda ketma-ket ionlanish energiyalarining qiymatlari berilgan har xil elementlar uchun hozir mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, bu yerda element atomic number. Demak, ionlanish energiyalari birinchi, ikkinchi, uchinchisi mana qiymatlarini tahlil qilamiz. Natriyni birinchi ionlanish energiyasi bilan ikkinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak, big jump bor. Taxminan 494-500 edi, 4,5 ming bo'lib ketib qoldi. Demak, 9 barobar oshib ketib qoldi. Bu degani mana shu yerda big change bor, ya'ni shell o'zgaryapti. Xulosa, natriyning tashqi qavatida bittagina elektron bor. Bittagina. Demak, tashqi qavatda bittagina elektron bor degani natriy birinchi guruhda joylashgan degani. Xo'p, endi magniyga e'tibor beradigan bo'lsak, 734-36 edi. 1450, deyarli 2 barobar oshdi. Lekin mana bu 3-ionlanish energiyasiga qarasak, bu yerda big jump bor. Ya'ni keskin oshib ketib qoldi. Taxminan necha bir 5 martadan ko'proq oshib ketdi. Demak, xulosa, magniyning tashqi qavatida
2 dona elektron bor. Ularni ketishiga ma'lum bir miqdordagi energiya sarflandi. Uchinchisiga juda ham ko'p energiya talab qilinyapti. Bu degani uni 3-elektroni ichki qavatda joylashgan degani. Tashqi qavatida 2 dona elektron bo'lsa, demak magniy davriy jadvalda 2-guruhda joylashganini xulosa qilishimiz mumkin. Demak, alyuminiynikini kuzatamiz. 577 edi, 1800 bo'ldi, oshdi. Keyin 2700 bo'limini 1,5 marta oshdi. Keyin keskin oshib ketib qoldi. 2700 dan 11600 ga o'tib ketib qoldi. Big jump bo'ldi. Xulosa, demak, alyuminiy davriy jadvalda 13-guruhda joylashgan. Ya'ni biz 3-guruh deb o'rganganmiz, lekin Kembridjda alyuminiy 13-guruhda joylashgan. Demak, mana sizga ketma-ket berilgan ionlanish energiyasini qiymatiga qarab nimalarni bilishingiz kerak? Elektron konfiguratsiyasini yozib bera olishingiz kerak. Demak, tashqi qavatda bir donagina elektron bo'lsa, demak bu bo'ladi 3s1. Magniyumda ikkita tashqi qavatda elektron bo'ladigan bo'lsa 3s2. Alyuminiyumda 3 ta bo'ladigan bo'lsa, demak 3s2, 3p1 mana. Elektron konfiguratsiyasini yoza olishingiz kerak. Element qaysi guruhdaligini predikt qila olishingiz kerak, ayta olishingiz kerak. Demak, birinchisidan keyin sira keskin o'zgarish bo'lib ketib qoldim. Demak, tashqi qavatida bittagina elektron bor. Bu birinchi guruhda degani. Masalan, 5-si bilan 6-sini o'rtasida keskin farq bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, xulosa bu elementimiz 5-guruhda, ya'ni Kembridj bo'yicha 15-guruhda joylashgan degani. Xo'p, mana bu yerda sodiumni to'liq tahlili yozilgan. Xo'p, a large increase, ya'ni keskin katta o'sish birinchi bilan ikkinchisini o'rtasida kuzatiladi. Bu shuni ko'rsatadiki, birinchi elektronni ketkazish juda ham oson ikkinchisiga qaraganda. Xulosa, birinchi elektron 3s pog'onachada joylashgan. Bu eng tashqi elektron. Xo'p, demak, uni yadro bilan tortishuvi kuchsiz. Chunki shielding va masofa, yadrogacha bo'lgan masofa katta. Demak, xo'p, bu shuni xulosa qiladiki, natriyda bittagina valent elektron bor, u birinchi guruhda joylashgan. Keyingi elektronlarni ketkazish 2p pog'onachasidan ketish boshlanadi. Chunki bularda shielding bittaga kamroq va yadro bilan masofasi, ya'ni closer to the nucleus, yadroga yaqinroq joylashgan va yadroga kuchli bog'lanishga ega. Xulosa, natriyning elektron konfiguratsiyasi quyidagicha 3s1 va birinchi guruhda joylashgan. Magniyda demak, bu yerda large increase, ya'ni katta o'zgarish, second va third elektron ionization energiyalarida ko'rinadi. Xulosa, ikkita elektron 3s subshellda joylashgan pog'onachada. Bular aynan tashqi elektronlar hisoblanadi, tashqi qavat hisoblanadi. Xo'p, bu ikkita elektron yadroga kuchsiz tortiladi, chunki shielding effekt va masofasi uzoq. Bundan tashqari qolgan elektronlar 2p dan ketishni boshlaydi. Ularni chiqarish juda ham qiyin, chunki yadroga tightly zid joylashgan. Magniy elektron konfiguratsiyasi quyidagicha va u 2-guruhda joylashgan. Endi xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi. Alyuminiy bilan 3 bilan 4 o'rtasida large increase bo'ladi. Demak, elektronlar 3s va 3p subshelllarda bo'ladi. Shu elektronlar aynan outermost, ya'ni tashqi qobiqda joylashgan hisoblanadi. Xo'p, demak 13-guruhda joylashgan yoki mana 3-guruh bizani davriy jadvalda, lekin Kembridjda 13-guruh. Xo'p, demak bu yerda tiplarni aytib ketyapti. Juft elektronlarning chiqib ketishi osonroq, chunki ularda spin pair repulsion bo'ladi, deyapti. Xo'p, demak, elektronlarni chiqarib yuborish qiyin bo'ladi, qachonki ular yadroga yaqinroq joylashsa, ya'ni kichkinaroq qobiqlarda, pog'onalarda joylashsa, chunki ularda shielding kam bo'ladi va bu yadro bilan tortishuv kuchlarini oshishiga sabab bo'ladi, deyapti. Xo'p, demak, ionlanish energiyasi va elektron konfiguratsiya. Xo'p, demak, birinchi ionlanish energiyasi nima ekanligi haqida gaplashganmiz. Gaz holatdagi atomdan bitta elektronni chiqarib yuborish. Demak, gaz holatdagi atomdan bir qancha elektronlarni chiqarib yuborish uchun ketadigan qiymatlarga ketma-ket kelgan ionlanish energiyalari deyiladi. Demak, elektron ketgani sari atom musbat zaryadlanib qoladi. Bu narsani hisobiga electrostatic attraction, ya'ni elektrostatik tortishuv kuchayib boradi va bu tortishuv borgan sari kuchayib ketaveradi, ya'ni elektronlar chiqib ketishi bilan. Large jump, ya'ni katta sakrash bo'ladi. Bizda qachonki pog'onalarning soni o'zgarsa, ya'ni an electron being removed, a new inner shell, ya'ni keyingi elektron yangi ichkariroq qavatdan ketayotganligini ko'rsatadi.
Xo'p, chunki u 3 karra qavatdagi elektronlar yadro bilan stronger attraction kuchli tortiladi, bolani chiqarib yuborish qiyin. Demak, qanaqa qilib elektron konfiguratsiyani biza xulosa qilamiz? Demak, biza berilgan qiymatlarga qarab large increase ni aniqlaymiz. Xo'p, o'sha large increase bo'lishidan oldingi elektron bu eng tashqi qavatdagi elektronlar sonini ko'rsatadi. Ya'ni qaysi qiymatlarda keskin farq bo'ladigan bo'lsa, o'shandan bitta oldingisi, demak bizda tashqi qavatdagi elektronlar sonini ko'rsatadi. Demak, va bu shuningdek guruh nomerini ham ko'rsatadi elementni. Masalan, bizada bitta savol mana berilyapti. Qiymatlariga qaraymiz. Bizda boshidagi 4 tasi berilmagan, 5 dan boshlab berilyapti. 5-chisining qiymati berilgan 6500, 6-chisi 9000, oshgan 1,5 barobar, 7-chisi mana taxminan 1,2 barobar oshgan. 8-chisiga kelganda 3 barobar oshib ketib qolyapti. Ya'ni keskin oshish bo'lyapti mana shu qismda. Xo'p, mana ungacha 1,5, 1,2 barobar oshib borayotgan edi. Bu yoqqa kelganimizda 3 barobardan ko'prog'iga oshib ketib qoldi. Xulosa, demak, 7 bilan 8 o'rtasida big jump bor. Bu degani 7 ta elektron bo'ladi uni tashqi qavatida. Xulosa, bizning elementimiz 7-guruhda joylashgan. Demak, bizda elementni 3-periodda deb aytgan, ya'ni 3-davrda joylashganligini aytgan va elektron konfiguratsiyasini so'rayapti. Demak, 7 ta elektroni bo'lsa, 3-davrda joylashgan bo'lsa, bunda shorthand ko'rinishini yozadigan bo'lsak, neon deymizda. Keyin esa 3s2 3p5 deymiz. Shunda uni tashqi qavatda 7 ta elektron bo'ladi yoki full electronic configuration yozmoqchi bo'lsangiz 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 deb tugatasiz mana. Sizda demak period davr raqamini aytgandan keyin elektron konfiguratsiyasini bemalol topib qo'yishimiz mumkin. Xo'p. Demak, bu yerda mana 3-guruh davr elementlari 3-qavati bo'ladi deyapti. Bizda large jump 7 bilan 8 o'rtasida deyapti. Demak, element 17-guruhda joylashgan bo'lishi kerak. Xo'p, 17-guruhda joylashgan 3-davrdagi element bu chlorine. Chlorinening elektron konfiguratsiyasi quyidagicha. Demak, bizni ionlanish energiyasiga bag'ishlangan mavzumiz mana shundan iborat edi.